Aka qayerdansiz? Qo'qon shahridanman. Qo'qon shahrida vlajin salfetka ishlab chiqaramiz. Aynan mana shu vlajniy salfetkalarni hozirda Afg'oniston bozoriga kirgizish maqsadida kelibdilar. Narx-navolari qanaqa buni? Narx-navolari endi har xili bor buni. 120 taligidan 15 taligacha bo'ladi. Shu sababli bularda narxi har xil chiqadi. Qiziqish qanaqa bo'lyapti Afg'oniston bozori? Hozircha yomon emas, lekin tushuntiryapmiz. Inshaalloh qiziqish bor. Shartnoma imzoladingizmi? Shartnoma hali imzolamadi, lekin 3-4 kishi bilan gaplashdik. Fikr almashdik. Xudo xolasa endi harakatlanamiz. Asosiysi mana yaxshi niyatda o'z mahsulotlarini olib kelibdilar va bu yoqda hozir 100 dan ortiq tadbirkorlar bor. Inshaalloh harakat qilamiz bir. Mahsulotingiz menimcha Afg'oniston bozoriga juda yaxshi to'g'ri keladi. Narx borasida agar yaxshi bo'lsa agar bozorda talab juda katta. Ana endi sizlarga savol. Siz qaysi yo'nalishdagi tadbirkorsiz va Afg'oniston bozori siz uchun qiziqmi? Yozib yuboringlar kommentariyada.